Damasimiz Spark Porsche'ni qo'yib motor qildirsam necha pulga tushadi-yu, o'zini zavodskoy обычный holatda qildirsam necha pulga tushadi deb bizga ko'p savol berishadi. Ikkita Damas mashinasini motor qilish uchun olib qo'yganmiz. Bunisini Spark 1.5 lik Porsche'ni qo'yib, bunisini Damas o'zini обычный holatda motorini yurg'izib qo'yganmiz. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatib tursangiz, narxini oxirida aytamiz. Val, blok, galovkalarni o'zimiz remont qilib berganmiz, kafolatli qilib turib, gazga moslashtirilgan ko'lsalar bilan bosib berganmiz. 2 oy yoki 10 ming kilometr garantiya beramiz bu motorlarimizga. Narxiga keladigan bo'lsa, Spark Porsche'li motorimizga 5 million so'm pul ketdi. Damas o'zini обычный holatiga 4 million 860 ming so'm pul ketdi. Bu narx hammasiga ham bir xil ketavermaydi. Ichidan chiqadigan zapchastlarga yaroqsizlikka qarab narx ketadi. Videoni Damas, Labo, Tico, Metzbor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar va sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda qaysi mashinani motor necha puldan chiqib ketish qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, inshaalloh o'sha haqida ma'lumot beramiz.